Sanga savol. 2 ballarni aytib bermaysiz. Oyoq zarbasi boshga 2 ball, brasok qilsa, o'zi stoykada qolsa 2 ball bo'ladi. Udержание holati 20 sekund ushlab tursa 2 ball bo'ladi. Qo'lda seriya zarbalar 2 ball bo'ladi. Shohrux, sizga savol. 1 ballik holatlarni sanab bering. 1 ballik holatlar faqat bitta oyoq zarbasi uchun qoringa hisoblanadi va to'g'ridan zarba. Qolgan hamma qo'lda urilgan zarbalar 1 ballik ballar hisoblanadi. Jang maydonini tashkillashtirish qanday bo'ladi? Xo'p, jang maydonini tashkillashtirish birinchi o'rinda nizom bo'yicha bosh hakamdan so'rab tashkillashtiriladi. Razmerlari 8 ga 8 jang maydoni. Ya'ni 2 metr zapas bo'ladi, 12 ga 12 bo'ladi общий. Mana sen o'rtadagi referisan. Seni vazifangga nimalar kiradi? Referining vazifalari birinchi navbatda sportchilarni tatamiga chaqiriladi. Tatamiga chaqiriladi, supervizorga qarab yo'naltiriladi. Birma-bir sportchilar tanishtiriladi. Qizil belbog'dagi sportchi, ko'k belbog'dagi sportchi. Sportchilar ko'rishtiriladi. Qoidalar birga tushuntirib o'tiladi. Shundan keyin chetga yo'natilgandan keyin yon hakamlar tayyorligi tekshiriladi. Yon hakamlar tayyormi? Supervizorga qarab yo'naladi, vaqt tayyormi deb. Shundan keyin jang boshlanadi.